Assalomu alaykum Mototos kanali obunachilari. Bugun yangiliklarni superni qilamiz. Sifati zo'r bo'lgan naborlarni, yangilangan turlarni ko'rsatib o'tamiz. Bir boshdan, shurpovert naborlarni narx-navolarni tanishtiramiz. Hammaga o'sha mashhur bo'lgan, Dewalt brendiga tegishli, Makita brendiga tegishli shurpovertlarimiz kelgan. Bilasizlar, buni oldingi videolarda ham ko'rsatganmiz. Batareykalari indikatorlik bo'ladi. Sifati juda ham qulay. 3 xil funksiyalarda bemalol ishlaydi. Ya'ni trishotda oddiy funksiyalarda ikkita tarafida bilasizlar, ikkita nasatkasi bor va komplektda hamma nasatkalari bor. Bolt yechadigan va mandaqa qayrilib burchaklarni ham oladigan nasatkalari chiqadi. Bilasizlar, o'zi bunaqalar ko'pchilik usta akalarimizga kerak bo'ladi. Mana aylantiradi, o'zi usta aylamaydi, ichidagi aylanadi, bemalol yechsangiz bo'ladi. Bu narxiga keladigan bo'lsak, mana shu narxi ikkita batareykasi, komplekt shurportlari bilan hamma funksiyasi bor shurportimiz shotishli bo'ladi. 180 mingdan qilib beramiz. Xohlaganlarga Dewalt firma, xohlaganlarga mana Makita firmasiga tegishli beramiz. Endi original shurport olaman deganlarga narxini ham suv tekin narxda tushirdik. O'sha hammaga mashhur bo'lib kelgan malatoglik 5 shotishli shurportimiz Ubay brendiga tegishli. Arkasi malatoglik bo'ladi. Batareykasi 1608 lik, ya'ni 3 ta kapsulalik emas, 1 2 3 4 ta kapsulalik. Ko'plarida 3 ta kapsula bo'ladi. O'shani ham narxini kamida 300-350 ming sotishadi. Biz original bo'lgan 4 ta kapsulalik, original bo'lgan shu 5 shotishni, ya'ni suv ichiga ham ishlaydi, mashina bilan ham bostirganmiz, juda ko'p ko'rganmiz buni qanday baquvvatligini. Narxini bor yo'g'i 250 ming so'mdan qilib beramiz. Xohlovchilar uchun buni yangilangan varianti ham kelgan. Qanday desangiz, original nasatkalari kelgan va bistro zaryadchik kelgan. Eski variantiga bilasizlar, oddiy zaryadchik bo'ladi. Bularga bistro zaryadchik kelgan, ham malatok funksiyalari qo'shilgan kelgan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi bor yo'g'i o'sha masalan bitta naborni narxida razlika qiladi. 300 ming so'm narxi. Bu 250 ming so'm, bunisi 300 ming so'm. Ya'ni mana shu naborni o'zi 50 ming so'm sotuvda original, lekin sizga bistro zaryadchigi plyusiga ishlaydi. Narxi 300 ming so'm. Keyingilarga ko'rsatamiz. Buni agar arzonroq, ya'ni sifati zo'r bo'lgan shurport olaman desalaringiz, narxini suv tekin narxda mana katta batareykalik, ya'ni 20 voltlik, ya'ni 1,5 amperajli moshni batareykasini buni narxini suv tekin narxda tushiramiz. 350 ming, 400 ming so'mlik shurportni 280 ming so'mga tushirib qo'yamiz. Juda ham suv tekin narxda 5 shotishni original shurport olasizlar. Buni yana yangilangan varianti kelgan, ya'ni bu bistro batareykalik. Uni mana farqini ko'rishingiz mumkin. Batareykada ham 20 volt, 1,5 amperajli original, 20 volt 2 amperajli original. Ya'ni bundan ham batareykasi kuchliroq chiqqan. Yonida indikatorlari buniki pastda bo'ladi. Ko'rib turishingiz mumkin. Bu original bo'lgan shurportimizni komplektini 550 ming so'm sotishardi. Bistro zaryadchiklar bor. Original garantiyali talonlari ham chiqadi. Narxini 400 ming so'mdan qilib beramiz. Suv tekin narxda. Xohlaganlar uchun bundaqa ikkitalik Makita naborimiz kelgan. Ikkita batareykasi bor, bitta bistro zaryadchik bor, shurpovert va bolgarkasi bor. Ya'ni bitta 13 patronlik shurportni puliga siz ya'ni ham bolgarka, ham bemalol shurportni xarid qilishingiz mumkin. Bolgarkani o'zi ko'rib turishingiz mumkin, 850 ming so'm sotuvda sotishadi. Ishlatib ham ko'rsatib beramiz. Hozir xotirib qo'yaylik, uchib ketmasin. Ishlatib mana bu funksiyalari bor, mana bemalol boshqarsangiz bo'ladi. Juda ham qulay ishlangan. Narxiga keladigan bo'lsa 750 ming so'm qilib beramiz. Narxi ikkita batareyka, bitta bistro zaryadchik va komplektda hamma narsalari bor. Qotiradigani zashitalari. Endi eng yangiliklarimizdan birini o'tamiz, ya'ni super yangiliklardan biri 4 talik naborimiz kelgan. Buni komplektda nima bor ko'rsamiz. Birinchi ustida lazerli, ya'ni uruvinimiz bor. Lazerli uruvin oddiy uruvin emas. Eramax brendiga tegishli original uruvin bo'ladi. Bunda komplektda ikkita bistro batareykasi bor. Lazerli uruvin o'zini funksiyalarini ko'rsatib o'taman. Mana birinchi qatori. Birinchi qatorni olasiz. Oyoqlari, zaryadchiklari, bu zaryadchiklari ham Type-C zaryadchik bo'ladi, ya'ni Galaxy zaryadchik ketadigan Type-C pultlari bor, devorga yopishadigan va mana yerda bolgarkani narsalari ham bor. Lazer uruvinning oyog'i bor. Pastki qatorni ko'ramiz. Pastki qatorida birinchi ko'zga tashlanadigan ikkita bistro batareyka, bu lazerli uruvinga tegishli. Lazerli uruvinni bemalol qo'yganingizdan keyin buni funksiyalarini tushuntirib o'taman. Mana yoqqaningizdan keyin sensorlik bo'ladi. Sensorda bosasiz. Eng qulay varianti mana buni datchigini ishlatganingizdan keyin bemalol havodan ham boshqarsangiz bo'ladi mana. O'zi, mana to'g'ridan to'g'ri havodan ham boshqarsangiz bo'ladi. Bemalol bosing.
o'shanaqa funksiyalari ham bor va zaryad mana indikatorlik shu batareykani ko'rsatadigan Type-C zaryadchi ketadigan. Tablosi ham bu yerda zaryad foizini ko'rsatadi. Lekin batareykasi ishoningizlar juda ham baquvvat batareyka chiqqan. Kapsulasi qalin batareyka, ya'ni uzoqqa chidamli batareyka bo'ladi. Bu birinchi turlari, ya'ni lazerli urinni aytib o'tdik. Komplektda ikkita batareyka ketadi. Ikkita batareyka qo'yishadigan perforator juda ham moshni chiqdi. Ishoningizlar, buni bemalol do'konga kelib sinab ko'rishingiz mumkin. 3 ta funksiyali, ya'ni bitta funksiyali emas, ikkita funksiyali emas, 3 ta funksiyali bor. Mana birinchi funksiyasi, ikkinchi funksiyasi va uchinchi funksiyasi. O'zi aylanadigan, ya'ni uradigan varianti bo'ladi. Faqat o'zini ham aylantirib turibdi. Batareykalari indikatorli, ya'ni original batareykalari bo'ladi. Indikatori bor yonida. Keyingi nimasini ko'rsatamiz? Komplektda, ya'ni shurporti bor. Shurporti ham juda ham baquvvat chiqqan moshni shurportlardan biri. Buni оборотini hamma biladi. Va uchinchisi bolgarkasi bor. 5 shotchli. 5 shotchli. Bolgarkasi. Bular chista original bo'ladi. Endi boshqalarga bemalol nima qilmasangiz bo'ladi, solishtirmasangiz bo'ladi. Aylantirgan o'zini оборот reglovkalari ham bor. Оборот reglovkalari ham bor. Ko'rib turishingiz mumkin, lazerli urin, bolgarka, shurport, perforator, ikkita batareyka va lazerga urinuvchi ikkita batareyka. Eng qizig'ini aytsam, podarkasiga nima qo'shilganini ko'rsatib o'taman. Ya'ni bemalol kechasi ishlashga usta akalarimiz qiynalsalar, ya'ni peshanaga taqib, fanari bor o'zini maxsus, buni funksiyalarini bitta ko'rsatib o'tamiz. Bemalol peshanaga taqib ishlaydigan mana fanari bor. Yoqishlarini ko'rsatamiz. Type-C zaryadchi ketadi. Type-C zaryadchi ketadi mana. Birinchi yonishi, ikkinchi yonishi, uchinchi yonishi va to'rtinchi yonishi qizil ham yonadi. Xohlasangiz bargat ham qilib qo'yadi mana har xil turda. Bu tarafdan yoqsa yana lampochkasini o'zi mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta yo'nalishlari hammasi bor. Qulay, mana Wi-Fi ga ham ulasangiz bo'ladi. Juda ham qulay chiqqan. Buni narxiga keladigan bo'lsak, biz narx hamma aytsa kerak 5 million, 6 millionlik original bu. 100% buni narxini suv tekin narxda tushirganmiz. Narxi bor yo'g'i 1 million 550 ming so'mga mana shu 5 ta instrumentda, original bo'lgan 5 ta instrumentni Mototolsdan xarid qilishingiz mumkin. Endi eng qizig'iga o'tsak, 6 taligi ham bor. Bu yerda mana 6 taligini kutib yurganlar uchun buni komplektda nimasi bor? Bitta bir boshdan ko'rsatamiz. Ikkita bistira zaryadchi bor, bitta emas, ikkita bistira zaryadchi, tepa qatorda mana 3 ta batareykasi bo'ladi. Batareykalarni ham olib ham ko'rsatamiz. Ikkita bistira zaryadchi, 3 ta batareyka, ya'ni bolgarka 5 shotchli va gayka 5 shotchli. Pastki qatoriga bu yerda perforatorimiz bor, arrasi bor, shurporti bor va picholkasi bor. Va yana bitta batareykasi bor, ya'ni 4 ta batareyka bo'ladi. Hammasi batareykalar indikatorli, original bo'ladi. Buni ko'rishingiz mumkin. Sifati juda ham qulay ishlangan. Bu bemalol picholkalarini qaytarib o'taman. 45 gradusga, mana 45 gradusga ishlanadigan picholka bo'ladi. Masalan, oddiy picholkalaringizda 110 talik disk qabul qiladi. Bu 125 gacha ham 110 ham 125 disk qo'yib almashtirib ishlatsangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 6 taligimizni narxini 3,5 million, 3 million edi. Bu narxini 1 million 950 ming so'm qilib beramiz. Rostdan ham bu original kelgan. Oldingiga qarab sifatini bemalol solishtirishingiz mumkin. Ancha baquvvat, qulayroq chiqqan, ya'ni yangi dizaynda. Kimga shunaqangi sifati zo'r bo'lgan instrumentlar kerak bo'lsa, Mototolsga bog'lansangiz, original bo'lgan, ya'ni arzon narxlarda O'zbekiston bo'yicha, ya'ni 12 ta viloyat bo'yicha dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Videoni oxirigacha manzillarimizni ko'rsatamiz. Manzilimiz so'raganlarga Toshkent shahrida joylashgan Do'mirobod bozorini hamma biladi. Ya'ni Mototols do'konimiz, telefon raqamlarimiz, ya'ni 99lik 576 37 37 va 95lik 816 94 94 telefon raqamlariga bemalol O'zbekiston bo'yicha dastlabki xizmatlarni qilib beramiz.